picks up all the postbags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Everybody knows his bright red van. All his friends will smile as he waves to greet them. Maybe you can never be sure there'll be knock, ring, parcels to your door. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Pat feels he's a really happy man. Quvnoq почтальон. Tentak robotlar. Meni yangi bosh kiyimim, rahmat, Pat. Salomat bo'l, Artur. Ko'rinishim qalay? Iya, telefonim. Labbay, maxsus jo'natmalar xizmati eshitadi. Pat, bu Ben. Xat saralovchi moslama buzilib qoldi. Uni o'chira olmayapman. Petning aytishicha, u bizga yordam bera olar ekan. Juda soz. Hoziroq omborga borib, ularni yig'ib olaman. Pochta kechikyapti. Tashvishlanma. Hozir boramiz. Yaxshi qol, Artur. Yurjaz. Pochtani olib borib berish kerak. Xo'sh, bugun qanday jo'natma bo'lar ekan? Yo'q. Qanday tartibsizlik. Voy dod, voy. Salom, Ted. Benning maxsus jo'natmalarini olgani ketyapman. Ha, shunaqami? Unda yur. Mana bular Benga pochtani tartibga solishga yordam beradi. Voy bu, robotlar. Oh, Jess, uzr, Ted. Hech qisi yo'q, qo'yaver. Buni qara. Bular xat va jo'natmalarni kerakli joyga taxlaydi. Taxlaymiz. Qutilarga joylaymiz. Ha. Ular istalgan narsani saralay oladi. Undan xohlaganingni so'rasang bas. Yaxshi ham meni tokchaga joylab qo'yishlarini so'ramabsan. Joylash kerak. Ha. Yo'q. Hey, tushir dedim. Yordam bering. Tushirish kerak. Xayriyat. Ha, ularni qulog'i juda yaxshi eshitadi. Ular seni boshqa xonada bo'lsang ham eshitishadi. Qo'yilmisan? Unda juda ehtiyot bo'lishim kerak ekan. Agar muammo chiqsa, mana bu tugmani bosasan. Tushundim. Ha, aytganday, ularni qo'l qilma, shikast yetadi. Tashvishlanma, Ted. Ular pochtada quruq bo'lishadi. Jim bo'ling. Bugun sinfimizda bahorgi hashar o'tkazamiz. Yo'q. Bahorgi hashar. Julian va Bill rasm jumboqlarini yig'ing. Mira va Liza kitoblarni javonga joylang. Qolganlar yerdagi narsalarni terib joyiga qo'ying. Bu juda qiziqarli. Bilaman, tozalashni yaxshi ko'raman. Men ham. Qizlar. Qo'lim yetmayapti. Pet qayerda qoldi ekan? Oh, Jess. Panjalaringga qara. Agar mashina bo'lganingda yuvadigan uskunadan o'tkazib olardim. Yuvadigan mashinadan o'tkazish. Yuvadigan mashina. Ha. Bo'ldi. Ketdik.
Salom, Pencaster pochtasi. Qani menga aytchi, Ben, nega Grindel pochtasi kechikyapti? Uzr, Goggins xonim, saralovchi moslama buzilib qoldi. Tez orada muammoni hal qilamiz. Xo'pmi? Uzr. Xayr. Pet, qayoqdasiz? Mashina yuvish. Mashina yuvish, ha. Bu yoqqa kirmang, qo'l bo'lasiz. Yo'q. Robotlar hamma ishni boplashadi. Voy sho'rim, robotlar, ular qayoqqa qo'yib bo'lishdi? Alo, Pet eshitadi. Pet, robotlar hozirgina mashina yuvadigan uskunadan o'tishdi. Yuvadigan uskuna? Men bu iborani Jessga aytgandim. Ular meni eshitishgan bo'lsa kerak. Hozir yetib boraman, Ted. Meni xatoyim. Nima bo'ldi? Robotlar g'oyib bo'lishdi. Qo'rqma, ularni olib kelaman. To'xtang, to'xtang. Bu yoqqa keling. To'xtang. Robotlar ana u yerda. G'oyib bo'lishdi. Robotlar? Ularni topishimiz kerak. Keling, bo'linamiz. Pencasterni qidirib chiqamiz. Men bozorni qarayman. Xo'p, biz qolgan joylardan qidiramiz. Ularni topsak, nima qilaylik? O'chirish tugmasini bosing. Salom, Goggins xonim. Pochta kelmadimi? Uzr. Pochta markazida texnik muammo chiqib qolibdi. Afsus, qovoqdor kutayotgan edim. Benga yana qo'ng'iroq qilib vaziyatni bilaman. Rahmat, Goggins xonim. G'alati. Hech kim javob bermayapti. Bu texnik muammolar. Menimcha borib undan xabar olishimiz kerak. Yaxshi fikr. Ehtiyot bo'ling. Yordam bering. Bu nimasi? Meni sharbatlarim. Yo'llarim. Bananlarni saralash. Saralash, ha. Yo'q. Yo'q. Voy. Mana ular. Voy sho'rim. Sen shu yerda kut, Jess. Voy. Hey! Voy, to'xtanglar. To'xtanglar. Juda tez yuryapsiz. Bunaqada o'chira olmayman-ku. To'xtanglar. Voy, tuxumlarim. Rahmat senga, Pet. Arzimaydi. Mana ular. Poyezdni to'xtatish kerak. Ular Grindale'ga ketyapti. Ortimdan yuring. Voy bu, bechora Ben. Goggins xonim, Emi, yordam bering. Pochtani eski uslubda qo'lda saralashga to'g'ri keladi. Bu ko'p vaqt talab qiladi-ku. Unda tezroq boshlaylik. Voy. Buni ko'rdingmi?
Nimani? Menimcha men hozir ikkita robotni ko'rdim. Robotlar Grindel-da-ya? Ishonish qiyin. Sara, Nisha, ikkita robotni ko'rmadingizmi? Ular meni maxsus jo'natmalarim edi. Ha. Ular maktab tomonga ketishdi. Rahmat. Ularni topaman. Xayr. Robotlar Grindel-da? Barakalla bolalar. Sinfxona chinnidek toza bo'ldi. Qo'yin. Hammasini aytganimdek bajarganingiz uchun sizga o'yin uchun qo'shimcha vaqt beraman. Qo'yin. Rahmat, Taylor xonim. Hey, robotlar. Meni ismim Bill. Maktabimizga xush kelibsiz. Robotlar? Yo'q. Biz bularni hozirgina yig'ishtirgan edik. To'xtang. To'xtang. Ana ular. Ketdik, Jess. Artur, ular ichkarida. Yordam bering, Pet. Ularni to'xtataman, Loren. Bu yoqqa keling. Faqat rasmli jumboqlarni emas. Jumboqlarni saralash. Ha. Menimcha ular jumboqni saralashyapti. Ancha qurib qolishgan ko'rinadi. Topdim. Bunisini ham o'chiraman. Ana bo'ldi. Rahmat, Pet. Qo'yin, zo'r bo'ldi. Ana bo'ldi. Endi yoqaver. Ular ishlayapti. Salom. Robotlar, mashinaga chiqing, iltimos. Mashinaga iltimos. Mashinaga ha. Bu robotlarni tezroq pochta markaziga eltishim kerak. Ularni sinfni tozalash uchun qaytarib olib kelaman hali. Xayr, Pet. Rahmat, Pet. Omad. Zo'r bo'ldi. Qarang, bu Pet. Menga maxsus jo'natma olib kelyapti. Mana Ben. Sen uchun maxsus jo'natma. Pet, sizni ko'rganimdan xursandman. Robotlar, borib xatlarni saralang. Xatlarni saralash. Ha. Barakalla. Meni dorim. Qo'yil. Bu esa sizga, Goggins xonim. Grindel pochtasi. Rahmat senga, Pet. Simni ulash. Ha. Qarang, ular tuzatishyapti. Bo'pti, yoqib ko'raylikchi. Qani Ben? Ishladi. Yana bir muvaffaqiyatli eltish. Uddaladik. Ha. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.